Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia ishqibozlari. Bugun Pavloniyalarimiz haqida yana bir ma'lumot berib o'tib ketamiz. Hozirgi ekilgan Pavlonia ko'chatlarimiz FT navli Pavlonia ko'chatlar. Mana shu ko'chatlarni 6 oy bo'lgani yo'q, ya'ni 5 oylar bo'lgan. Hozir ularning bargini olish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Bularning bargini ertaroq olish kerak edi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra olinmay qolinib ketgan. Ya'ni Pavlonia bargini olish mumkin. Ya'ni buning vaqti bor. Vaqti ham olish sababi ham buni tagidan bargini qanchalik tez olsangiz, ya'ni ma'lum bir joyni shunchalik tez o'sishi mumkin. Ya'ni tagidan ventilyatsiya deydimi, shamol deydimi, shunaqa texnologiyalari bor. Ma'lumot uchida shuni aytib o'tib ketamiz. Ya'ni Pavlonia bargini olish mumkin.